Xitoyning Sharqi Turkistonda millionlagan kishini lagerlarga qamab, assimilyatsiya va meni yuvish elib berishi xalqaraning tanqidiga uchrayotgan bir vaqtda Xitoy yana aldamchilik qilishni davomlashtirmoqda. Urumchida ichilgan atalmış avtonom rayonlik millatlar ittifoqligini kuchaytirish suhbat yig'inida so'z qilgan Ching Chuango tövendikilarni aytdi. Partiyaning millatlar siyosatini umumyuzlik ijro qilib, milliy territoriyalik avtonomiya qonunini amallashtirib, har qaysi millatlarning barobarligi va davlat ishlarini idora qilishga qatnashishiga kafolat qilish kerak. Osonliq millatlarni kamsitadigan yoki ularning milliy hissiyotiga ziyon soladigan so'z va harakatlarni tuzatish lozim. Partiyaning diniy e'tiqod erkinligi siyosatini amallashtirib, osonliq millatlarni so'yadigan ziyolilarni yetishtirib chiqish kerak. Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdul Qarqash Ching Chuangoning so'zlariga radiya berdi va Xitoyning yolg'on yoldoqlardan ogoh bo'lishi kerakligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Sharqi Turkiston millionlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlar lagerlarda dafsandichilik uchirmoqda. Ularning orasida nurg'unlagan diniy olimlar va ziyolilar bor. Ular milliy kimligidan va diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlanmoqda. Xitoyning bu qilmishlari xalqaroning diqqatini tortayotgan bir mezgilda Jallod Ching Chuangoning yuqoridagi so'zlarini qilishi aldamchilikdan boshqa narsa emas. Xitoy Sharqi Turkistonda millionlagan kishini turma va lagerlarga qamash bilan birga uchurni qattiq qamal qilib, bu zulmlarni yoshirish urinmoqda. Shundoq bo'lishiga qaramasdan Xitoyning bu qilmishlari turli yo'llar bilan fosh bo'lmoqda. Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotidagi ko'zga ko'ringan yozuvchilardan biri bo'lgan Axtam Ömerning 2017-yili 13 aprel ayoli bilan qo'shilib tutib ketilganligi oshkorlandi. Dangliq yozuvchi Axtam Ömer Yiroqlardan ona yurtga salom qatorliq kitoblari va bir qator hikoyalari bilan xalq qalbidan cho'nqur o'rin olgan. Sharqi Turkistonda dangliq san'atchilar Xitoyning nohaq tutqun qilishiga uchramoqda. Egallanishcha, dangliq ovoz artisti va itochi Savirdin Imom bilan yoshlarning qizg'in olqishiga erishgan naqshchi Hazrat Ali Muhammad Tursun 2018-yilning boshlarida tutqun qilingan. Ularning qanday tuhmatlar bilan tutilganligi aniq emas. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Venezueladagi siyosiy va iqtisodiy krizis sababli Rossiya va Xitoyni aybladi. Xitoyning Venezuela prezidenti Maduroga moddiy yordam qilib, iqtisodiy jihatdan yemirilishiga sabab bo'lganligini aytgan Pompeo, Venezueladagi Rossiya askarlarining mavjudligini opuchiq ig'vogarchilik deb atadi. Rossiya Amerikaning o'rta manzilli yadro qurollari ahdnomasiga xiloflik qilganligini va bu sababdan bu ahdnomadan chekinib chiqqanligini bildirdi. Hamda Iskandar metiblik boshqarilgan bomba ishlab chiqarishni boshlaganligini e'lon qildi. Yadro qurollari ahdnomasida musobisi 500 bilan 5500 orasidagi quruqlikdan havoga qo'yib beriladigan yadro qurollari va odatdagi boshqarilgan bombalarning chekinishi tashabbus qilingan. Seriq jilatkiliklar Fransiya prezidenti Macronga qarshi noroziligini ifodalash uchun yana ko'chalarga to'kildi. Eng dastlabda yiqilg'u bahosining eshib ketishi va iqtisodiy sabablar bilan boshlangan namoyishlar keyincha Macron hukumatiga qarshi namoyishlarga aylandi. Seriq jilatkiliklar 22-haftasida faoliyatlarini davomlashtirmoqda.